Assalomu alaykum, qadrli hamkasblar. Nasaf Paxtakor uchrashuvidan keyingi matbuot anjumanining birinchi qismini boshlaymiz. Unda Paxtakor jamoasi bosh murabbiyi Kamoliddin Tojiyev savollarimizga javob beradilar. Avvalo tabriklaymiz g'alabalar bilan. Marhamat, o'yin haqida qisqacha. Assalomu alaykum. Biroq qiyin o'yin bo'lishdi. Nasaf har doim kuchli raqib bo'lib kelgan. Bugun nima desa bo'ladi? O'z darajamizda o'ynadik. O'z imkoniyatlarimizni golga aylantirdik, g'alaba qozondik. Marhamat, savollar bo'lsa. Kamoliddin aka, birinchi savolim o'sha xalqaro maydon haqida edi. Xalqaro maydondagi o'yinlar oldi bo'ladigan matbuot anjumani va keyingilarida ko'rinish bermadingiz. Buning sababi nima bilan bog'liq? Bu litsenziya bo'lmaganligi uchun shunaqa. Maydonda ko'rsatmalar beraverasizmi? Matbuot anjumani shuning uchun qatnashmaysiz. Xo'p, Oybek bugun hal qiluvchi golni urdi. Oybek birinchi bo'lim futbolchisimi yo ikkinchi bo'lim, umuman qaysi bo'limda u ko'proq foyda keltiradi komandaga? Endi hozir bizda birinchi bo'lim, ikkinchi bo'lim o'yinchisi yo'q. Hammasi asosiy futbolchilar, hammasini urovini ham shunaqa. Bugun shunaqa zaxiradan maydonga chiqib, hamma zaxiradan maydonga chiqib mana yordam berish kerak. Bo'lmay chiqib yordam berdi. Jamoaga jalb etilgan xorijlik futbolchilar xalqaro maydonda jamoaga qanchalik moslashib keta oladi? Ishonchingiz qanaqa? O'shanga qarab olganmiz, xohlasa moslashib ketadi. Hozir ham o'sha Murtaza ham chiqib himoyaga yaxshi tur berdi. Xohlasa yordam berishadi. O'shanga qarab olganmiz. Bugun jamoa ataylab ikkinchi komanda sifatida o'ynashni maqsad qilganmidi? O'zi umuman reja qanaqa edi? Yo'q, ikkinchi planda o'ynashimiz reja yo'q edi. Baribir Nasaf bilan ochiq futbol o'ynash har doim o'ylab olmaydi, yaxshi olib kelmaydi. O'shanga yaxshi himoyalanib, yaxshi vaziyat yaratib, gollarni o'zimiz imkoniyatlar. Savolim? Savol bo'lmasa, matbuot anjumani birinchi qismini yakunlaymiz. Rahmat, sog' bo'ling.